Aprel va may oylarida premyeralari bo'layotgan yoki kutilayotgan top 3 ta proyekt. Boshladik. Birinchisi Yigitlar yoki The Boys serialning 5-sezoni aprel oyining boshidan start oldi va har hafta bittadan qism taqdim etilmoqda. Serialning reytingi R reyting bo'lib, shafqatsiz, qonli va so'kinishlarga to'la sahnalarga boy. Agar qondan qo'rqsangiz, serialni maslahat bermayman. Agar aksincha bo'lsa, sizga yoqib tushishi aniq. Bizda ikkinchi premyera avtobiografik film bo'lib, shu paytgacha chiqqan biografik filmlar orasida rekordlarni o'rnatmoqda. Premyeraning ilk kunidanoq 40 milliondan ortiq kassa yig'imlarini yig'ib, shu kungacha bo'lgan biografik filmlar orasida rekordni yangiladi. Film nomi Michael, ya'ni Michael Jacksonning hayoti haqida. Bosh rolni Jafar Jackson, ya'ni Michael Jacksonning qarindoshi ijro etdi. Film premyerasi 24-apreldan allaqachon boshlangan. Bemalol yurtimiz kinoteatrlariga borib tomosha qilishingiz mumkin. Uchinchi proyekt. Keyingi premyera esa PlayStation, ya'ni o'yin ishqibozlari uchun ayni muddao, chunki film nomi Mortal Kombat 2. Qonli turnirlar va fatalitylarga boy bu filmning premyerasi 8-mayga belgilangan. Agar Mortal Kombat filmining birinchi qismini ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni tavsiya beraman. Umuman, o'zi bu yil har qanday kino ixlosmandlari uchun juda omadli kelmoqda. Menda hozircha shular. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying.